Bugun men pensionerlar uchun juda muhim masalani tushuntiraman. Ayrim qo'shimcha to'lovlar arz bermasangiz, o'z-o'zidan kelib tushmaydi. Ko'pchilik men pensionerdaman, davlatning o'zi biladi, hisoblab beradi deb o'ylaydi. Lekin amaliyotda bunday emas. Ba'zi ustamalar, kompensatsiyalar, qayta hisoblashlar va qo'shimcha to'lovlar faqat pensioner murojaat qilgandan keyin ko'rib chiqiladi. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensionerning farzandlari, nabiralariga va ota-onasiga yordam berayotgan har bir inson uchun juda muhim. Chunki birgina arza yozilmagani sababli odam oyma-oy olishi mumkin bo'lgan puldan bexabar qolishi mumkin. Shuning uchun hozirroq kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing va bu videoni oilangizdagi pensionerlarga yuboring. Endi masalaning eng muhim joyiga o'tamiz. Men ko'p uchratadigan holat shunday. Pensioner yillar davomida pensiyasini olib yuradi. Keyin qo'shnisi yoki tanishi undan ko'proq olayotganini eshitadi. Nega unda bor, menda yo'q deb so'raydi. Tekshirib ko'rilsa, qo'shnisida nogironlik bo'yicha hujjat bor yoki qaramog'ida mehnatga layoqatsiz oila a'zosi bor. Yoki u ma'lum bir imtiyozli toifaga kiradi. Eng asosiysi u vaqtida ariza bergan. Ikkinchi pensioner esa shu huquqqa ega bo'lsa ham ariza bermagan, hujjat topshirmagan, shuning uchun qo'shimcha to'lov tayinlanmagan. Oldin ko'pchilik tizimni boshqacha tasavvur qilardi. Ya'ni mahalla biladi, pensiya bo'limi biladi, shifoxona biladi. Demak, hammasi avtomatik amalga oshadi deb o'ylardi. Haqiqatan ham hozir ko'p ma'lumotlar elektron bazalarda bor. Shaxsiy ma'lumotlar, pensiya turi, yosh, nogironlik holati, ayrim imtiyozlar. Lekin hamma holat ham avtomatik aniqlanmaydi. Ayniqsa oila tarkibi o'zgargan bo'lsa, pensionerning qaramog'ida kimdir bo'lsa, parvarishga muhtojlik yuzaga kelgan bo'lsa, manzil o'zgargan bo'lsa yoki avval taqdim etilmagan hujjatlar asosida ustama olish huquqi paydo bo'lgan bo'lsa, pensionerning o'zi yoki uning qonuniy vakili murojaat qilishi kerak bo'ladi. Hozirgi tartibning asosiy ma'nosi shuki, davlat organi mavjud ma'lumotlar asosida hisob-kitob qiladi. Lekin fuqaroning alohida huquqi faqat hujjat bilan tasdiqlansa va ariza bilan so'ralsa, qo'shimcha to'lov tayinlanadi. Bu yerda men bilmagan edim degan gap afsuski ko'p hollarda pulni avtomatik qaytarib bermaydi. Shuning uchun men doim aytaman, pensioner o'z huquqini bilishi va kerak bo'lsa, yozma murojaat qilishi shart. Birinchi navbatda yoshi katta pensionerlar ehtiyot bo'lishi kerak. Masalan, yetim yoshdan oshgan, daqim yoshga yaqinlashgan yoki undan o'tgan pensionerlar ayrim hollarda alohida parvarish, ijtimoiy yordam, kompensatsiya yoki xizmatlardan foydalanish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Lekin bularning hammasi har doim pensiya summasiga avtomatik qo'shilavermaydi. Ba'zan bu alohida tashkilot orqali, ba'zan mahalla yoki ijtimoiy xizmat markazi orqali, ba'zan esa pensiya organi orqali rasmiylashtiriladi. Misol keltiraman. Otaqaying 2 yoshda yolg'iz yashaydi, farzandlari boshqa viloyatda. U har oy pensiyasini oladi. Lekin uyga borib yordam beradigan ijtimoiy xodim kerak. Agar u hech qayerga murojaat qilmasa, tizim uni avtomatik ravishda yordamga muhtoj deb ro'yxatga olmasligi mumkin mahallaga. Ijtimoiy xizmat markaziga yoki tegishli tashkilotga murojaat qilinsa, uning yashash sharoiti o'rganiladi, kerakli hujjatlar olinadi. Shundan keyin unga xizmat yoki yordam belgilanadi. Demak, bu yerda muammo pulning o'zida emas, murojaat qilinmaganida. Ikkinchi toifa, nogironligi bor pensionerlar. Agar pensioner pensiyaga chiqqandan keyin sog'lig'i yomonlashib, nogironlik guruhi belgilangan bo'lsa, u buni albatta rasmiy tartibda pensiya organiga ma'lum qilishi kerak. Shifoxona biladi-ku deb o'tirish to'g'ri emas. Tibbiy mehnat ekspert komissiyasi yoki tegishli komissiya qarori elektron bazaga tushishi mumkin. Lekin pensionerning pensiya summasiga ta'sir qiladigan ustama yoki qayta hisoblash bo'lsa, alohida tekshiruv va ariza talab qilinadi. Masalan, bir ayol yoshga doir pensiya oladi. Keyin unga 2 guruh nogironligi belgilanadi. U buni faqat davolanish uchun ishlatadi, lekin pensiya bo'limiga bormaydi. Oradan 2 oy o'tib, tanishi sizda ustama bo'lishi mumkin deydi. Ayol borib murojaat qiladi. Shunda mutaxassislar hujjatlarni ko'rib chiqadi. Agar qonun bo'yicha qo'shimcha to'lovga asos bo'lsa, keyingi davr uchun tayinlanadi. Lekin eng achinarlisi, u 2 oy davomida murojaat qilmagani sababli ayrim to'lovlarni vaqtida olmagan bo'lishi mumkin. Shu sababli nogironlik, guruh o'zgarishi, parvarishga muhtojlik kabi holatlarni kechiktirmaslik kerak. Uchinchi toifa qaramog'ida mehnatga layoqatsiz oila a'zolari bor pensionerlar. Bu juda muhim. Ba'zi pensionerlar o'z uyida voyaga yetmagan nabirasini boqadi yoki ishlamaydigan nogiron farzandiga qaraydi.
yoki turmush o'rtog'i mehnatga layoqatsiz bo'ladi. Lekin ular mening uyimda yashaydi, hamma biladi deb o'ylaydi. Pensiya hisobida esa hamma biladi degan tushuncha yo'q. Hujjat kerak, ariza kerak, tasdiq kerak. Masalan, 18 yoshli pensioner bu 22 yoshli nabirasini tarbiyalayapti. Nabiraning ota-onasi chet elda yoki boshqa joyda. Amalda bolaning xarajatlari buvining bo'ynida. Agar qonunchilikda bunday qaramog'idagi shaxs uchun qo'shimcha ustama nazarda tutilgan bo'lsa, bu tegishli hujjatlarni to'plashi kerak. Bolaning tug'ilganlik guvohnomasi, qaramog'ida ekanini tasdiqlovchi hujjatlar, yashash joy ma'lumotlari, kerak bo'lsa mahalla dalolatnomasi, ota-onasi haqidagi ma'lumotlar. Shundan keyin ariza yoziladi. Arizasiz bu holat pensiya bazasida aks etmasligi mumkin. 4-toifa, urush qatnashchilari, mehnat fronti qatnashchilari, faxriylar, alohida xizmatlari bor shaxslar, orden, medal yoki ma'lum maqomga ega pensionerlar. Bunday toifadagi odamlarga ayrim imtiyozlar berilishi mumkin. Lekin muammo shundaki, ko'p odamda eski hujjatlar uyda sandiqda yotadi. Masalan, veteran guvohnomasi bor, lekin pensioner uni pensiya organiga topshirmagan. Tizimda esa bu maqom ko'rinmaydi. Natijada odam o'ziga tegishli ustamani olmaydi. Raqamli misol bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling, pensionerning asosiy pensiyasi 1.500.000 so'm. U alohida toifaga kirgani uchun shartli ravishda oyiga 1.5 ming yoki 200.000 so'm ustama olish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Agar u yil davomida ariza bermasa, 2 oyda 1.800.000 so'mdan 2.400.000 so'mgacha pulni vaqtida olmagan bo'ladi. Bu ko'p pensioner uchun dori-darmon, kommunal to'lov yoki oziq-ovqat pulidir. Shuning uchun har bir guvohnoma, har bir maqom, har bir imtiyoz tekshirtirilishi kerak. 5-toifa pensiyasi qayta hisoblanishi mumkin bo'lganlar. Ba'zan pensioner ishlashda davom etadi. Qo'shimcha ish staji paydo bo'ladi yoki avval hisobga olinmagan ish haqi arxiv ma'lumoti topiladi. Ko'pchilik stajim ko'paydi, avtomatik qo'shib qo'yishadi deb o'ylaydi. Yo'q, hamisha ham bunday emas. Agar sizda yangi arxiv ma'lumoti, eski ish joyingizdan maosh haqida ma'lumotnoma, mehnat daftarchasida avval ko'rilmagan davrni tasdiqlovchi hujjat bo'lsa, uni olib borib ariza bilan taqdim etishingiz kerak. Masalan, 1995-2000 yillarda zavodda ishlagan, lekin pensiya tayinlanayotganda o'sha davrdagi hujjatlar topilmagan. Pensiya kamroq hisoblangan. Keyin zavod arxividan ish haqi ma'lumotnomasi topildi. Agar bu hujjatni uyda saqlab yuraversa, pensiya o'zgarmaydi. U pensiya organiga boradi, pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman deb ariza yozadi, hujjatlarni ilova qiladi. Shundan keyin mutaxassislar qayta hisob-kitob qiladi. Agar asos bo'lsa, pensiya oshadi. Endi men muhim bir narsani aytaman. Hamma pensioner ham yugurib borib ariza yozish shart emas. Agar sizning pensiyangiz faqat yoshga doir pensiya bo'lsa, oila tarkibingizda o'zgarish bo'lmasa, nogironlik, alohida maqom, qaramog'ingizdagi shaxs, qo'shimcha hujjat yoki qayta hisoblashga asos bo'lmasa, har oy oddiy pensiyangizni olaverasiz. Har bir odamga qo'shimcha to'lov beriladi degan noto'g'ri tushuncha bo'lmasin. Shuningdek, ayrim oshirishlar butun respublika bo'yicha avtomatik amalga oshiriladi. Masalan, pensiyalar umumiy foizda oshirilsa, buning uchun ariza yozish shart emas. Davlat pensiya miqdorlarini oshirish bo'yicha qaror qabul qilsa, tizim barcha pensionerlarning pensiyasini belgilangan tartibda qayta hisoblaydi. Bu bilan individual ustama o'rtasida farq bor. Umumiy oshirish hammaga tegishli bo'lishi mumkin, lekin shaxsiy holatga bog'liq qo'shimcha to'lov uchun hujjat va ariza talab qilinadi. Yana bir misol. Pensioner ayolning pensiyasi har oy 1.300.000 so'm. Davlat pensiyalarini 10% ga oshirdi. Bu avtomatik qo'shiladi. Lekin ayolning qaramog'ida nogiron farzandi bo'lsa va bu haqda ariza bermagan bo'lsa, qaramog'idagi shaxs uchun bo'lishi mumkin bo'lgan qo'shimcha to'lov avtomatik qo'shilmasligi mumkin. Demak, avtomatik oshirish boshqa, ariza asosida beriladigan ustama boshqa. Eng katta xato menga telefon qilishadi deb kutish. Amaliyotda pensionerlarning hammasiga alohida qo'ng'iroq qilib, siz mana bunga huquqlisiz, kelib ariza yozing deyish har doim ham bo'lavermaydi. Tizimda minglab, millionlab ma'lumotlar bor. Shaxsiy holatni pensionerning o'zi aniqlatishi kerak. Agar sizda savol tug'ilsa, borib so'rashdan uyalmang. Pensiya sizning qonuniy huquqingiz. Ikkinchi xato og'zaki so'zga ishonish. Ba'zan odamlar bo'limga boradi. Navbat ko'p bo'ladi. Kimdir sizga bo'lmaydi deb qo'yadi. Pensioner qaytib ketadi. Men doim tavsiya qilaman, muhim masalada yozma ariza bering.
yozma ariza ro'yxatga olinsa, unga javob berilishi kerak. Agar haqiqatan asos bo'lmasa, sizga nima sababdan rad etilgani tushuntiriladi. Og'zaki gap esa keyin isbotlanmaydi. 3-xato, hujjatning muddati yoki to'g'riligini tekshirmaslik. Masalan, nogironlik ma'lum muddatga berilgan bo'lishi mumkin. Agar muddat tugasa, qayta ko'rikdan o'tish kerak bo'ladi. Hujjat uzaytirilmasa, qo'shimcha to'lov to'xtashi yoki qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Shuning uchun pensioner yoki uning farzandlari hujjat muddatini taqvimga yozib qo'yishi kerak. Bir marta bergan, endi umrbod deb o'ylash har doim ham to'g'ri emas. 4-nozik jihat manzil o'zgarishi. Pensioner boshqa tuman yoki viloyatga ko'chsa, pensiya to'lovi, ijtimoiy xizmatlar, mahalla orqali beriladigan yordamlar bo'yicha ma'lumotlarni yangilash kerak. Aks holda eski manzilda ro'yxatda turadi. Yangi joyda esa yordam olishda muammo bo'ladi. Ayniqsa, yolg'iz yashovchi pensionerlar, parvarishga muhtoj keksalar ijtimoiy daftarlarga kiritilishi mumkin bo'lgan shaxslar manzil masalasiga beparvo bo'lmasligi kerak. 5-nozik jihat bank kartasi va to'lov usuli. Ba'zan qo'shimcha to'lov tayinlangan bo'lsa ham, karta muddati tugagan, bank rekvizitlari o'zgargan, hisob raqam yopilgan bo'ladi. Pensioner esa pul tushmadi deb o'ylaydi. Bunday vaziyatda birinchi navbatda bankdan karta holatini tekshirish, keyin pensiya organidan to'lov topshirig'i yuborilmaganini aniqlash kerak. Pul tayinlangan bo'lishi mumkin, lekin texnik sabab bilan tushmay turgan bo'lishi ham mumkin. 6-nozik jihat qo'shimcha to'lov hamma vaqt orqaga qarab to'liq berilmaydi. Bu juda muhim. Ba'zi to'lovlar murojaat qilingan kundan, ba'zilari huquq paydo bo'lgan kundan, ba'zilari hujjat taqdim etilgan kundan boshlab hisoblanadi. Qaysi to'lovga qanday qo'yda qo'llanishi alohida aniqlanadi. Shuning uchun men pensionerlarga keyin boraman demaslikni maslahat beraman. Bugun huquq paydo bo'ldimi? Imkon qadar tez murojaat qiling. 7-xato boshqa odamning holatini o'ziga solishtirish. Qo'shnim 2 million oladi. Men 1 million ming olaman. Demak, menga kam berishyapti degan xulosa doim ham to'g'ri emas. Pensiya miqdori, ish staji, ish haqi, pensiya turi, imtiyozlar, nogironlik, qaramog'idagi shaxslar, qayta hisoblashlar va boshqa omillarga bog'liq. Qo'shnining staji 35 yil, sizniki 1 yil bo'lishi mumkin. Qo'shnida alohida ustama bor. Sizda yo'q bo'lishi mumkin. Shuning uchun solishtirish emas, o'z hujjatlaringizni tekshirtirish kerak. 8-jihat, ishonchnoma va vakil orqali murojaat qilish. Ko'p pensionerlar yura olmaydi, ko'zi yaxshi ko'rmaydi yoki idoraga borishga qiynaladi. Bunday holatda farzandi, nabirasi yoki boshqa vakili qonuniy tartibda murojaat qilishi mumkin. Lekin men onamning o'g'liman degan gapning o'zi hamma joyda yetarli bo'lmaydi. Ba'zi hollarda ishonchnoma, ba'zi hollarda vasiylik yoki qonuniy vakillik hujjati kerak bo'ladi. Shuning uchun borishdan oldin telefon qilib yoki mahalla orqali qaysi hujjat kerakligini aniqlab oling. Endi eng kerakli qismiga o'tamiz. Siz pensioner bo'lsangiz yoki uyda pensioner ota-onangiz bo'lsa, quyidagi tartibda harakat qiling. Birinchi qadam, pensiya hujjatlarini bir joyga yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya to'g'risidagi ma'lumot, mehnat daftarchasi nusxalari, eski ish joylaridan ma'lumotnomalar, arxiv hujjatlari, nogironlik guvohnomasi, tibbiy xulosalar, orden medal guvohnomalari, veteranlik yoki boshqa maqomni tasdiqlovchi hujjatlar, oila tarkibi haqidagi ma'lumotlar, tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki vafot etganlik haqidagi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam, o'zingizda qanday asos borligini aniqlang. Men buni oddiy savollar bilan tekshirishni maslahat beraman. Siz pensiyaga chiqqandan keyin nogironlik oldingizmi? Nogironlik guruhi o'zgardimi? Qaramog'ingizda voyaga yetmagan bola yoki mehnatga layoqatsiz shaxs bormi? Turmush o'rtog'ingiz vafot etganidan keyin boquvchisini yo'qotganlik bilan bog'liq huquqlar paydo bo'lganmi? Eski ish stajingiz bo'yicha yangi hujjat topildimi? Sizda veteranlik alohida xizmat, orden medal yoki imtiyozli maqom bormi? O'shingiz, sog'lig'ingiz yoki yashash sharoitingiz sabab ijtimoiy yordamga muhtojmisiz? Agar shu savollardan bittasiga ha desangiz, murojaat qilishga asos bo'lishi mumkin. 3-qadam, qayerga borishni aniqlang. Pensiya miqdori. Qayta hisoblash, ustama va pensiyaga bog'liq to'lovlar bo'yicha odatda yashash joyingizdagi pensiya organi yoki tegishli davlat xizmatlari orqali murojaat qilinadi. Ijtimoiy yordam, parvarish, yolg'iz keksaga xizmat. Ehtiyojmandlik bilan bog'liq masalalarda mahalla, ijtimoiy xizmat markazi yoki tegishli ijtimoiy himoya organlariga murojaat qilinadi. Agar aniq bilmasangiz, eng oson yo'l
Mahallaga boring va men pensionerman. Qo'shimcha to'lov yoki ijtimoiy yordamga huquqim bor yo'qligini aniqlamoqchiman deb ayting. Mahalla sizni kerakli idoraga yo'naltirishi kerak. 4-qadam arizani to'g'ri yozing. Arizada gapni juda murakkab qilish shart emas. Masalan, menga qonunchilikda belgilangan tartibda pensiyamga qo'shimcha to'lov yoki ustama tayinlab berishingizni, taqdim etgan hujjatlarim asosida pensiyamni qayta hisoblab chiqishingizni so'rayman. Keyin sababni yozasiz. Nogironlik guruhi belgilanganligi sababli, qaramog'imda mehnatga layoqatsiz oila a'zosi borligi sababli, avval hisobga olinmagan ish staji bo'yicha arxiv ma'lumoti taqdim etayotganim sababli, alohida imtiyozli maqomimni tasdiqlovchi hujjat mavjudligi sababli arizaga ilova qilinayotgan hujjatlar ro'yxatini ham yozing. 5-qadam ariza ro'yxatga olinganini tekshiring. Bu juda muhim. Arizani topshirganda kirim raqami, sana yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi bo'lsin. Agar elektron topshirsangiz, ariza raqamini saqlab qo'ying. Suratga olib qo'yish ham mumkin. Keyin javob kechiksa, aynan shu raqam bilan so'raysiz. Men bergandim deyishdan ko'ra. Mana ariza raqami, mana sana deyish ancha kuchli. 6-qadam javobni kuting va tekshiring. Sizga qo'shimcha to'lov tayinlansa, qaysi sanadan tayinlangani, miqdori qancha ekani, keyingi oy pensiyangizga qanday qo'shilishi tushuntirilishi kerak. Agar rad etilsa, rad etish sababi yozma ko'rsatilishi kerak. Masalan, hujjat yetarli emas, qonunchilik bo'yicha asos yo'q, qaramog'ida ekanlik tasdiqlanmadi. Arxiv ma'lumoti talabga javob bermadi degan sabablar bo'lishi mumkin. Rad javobini olsangiz, darhol tushkunlikka tushmang. Kamchilikni bartaraf etib, qayta murojaat qilish mumkin bo'lgan holatlar ko'p. 7-qadam. Pul tushganini nazorat qiling. Qo'shimcha to'lov tayinlandi degani, uni tekshirmaslik kerak degani emas. Pensiya tushgan kuni summani solishtiring. Oldin qancha olardingiz, endi qancha tushdi, farqi qancha? Agar sizga masalan oyiga 1,5 ming so'm ustama tayinlangan bo'lsa, keyingi to'lovda umumiy summa shunga yaqin oshgan bo'lishi kerak. Agar tushmasa, darhol bank va pensiya organi bilan bog'laning. 8-qadam, hujjatlarni yangilab boring. Nogironlik muddati, vasiylik hujjati, qaramog'idagi shaxsning yoshi, o'qishi, yashash joyi, oilaviy holati o'zgarsa, bu qo'shimcha to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, qaramog'idagi bola voyaga yetdi, yoki nogironlik guruhi bekor qilindi, yoki pensioner boshqa joyga ko'chdi. Bunday holatlarni yashirish mumkin emas. Chunki keyin ortiqcha to'langan pul aniqlansa, qaytarish talabi qo'yilishi mumkin. Shuning uchun haqqingiz bo'lgan pulni talab qiling, lekin ma'lumotlarni ham to'g'ri bering. Hayotiy vaziyatlarni yana aniqroq tushuntiraman. Birinchi vaziyat, 75 yoshli ota pensiya oladi. Lekin 10 yil oldingi ish staji pensiyaga kiritilmagan. Farzandi arxidan ma'lumot topdi. Agar ular bu hujjatni topshirmasa, pensiya eski hisobda qoladi. Topshirsa va asos tasdiqlansa, pensiya oshishi mumkin. Ikkinchi vaziyat. Pensioner ayolning turmush o'rtog'i vafot etgan, u boquvchisini yo'qotganlik yoki boshqa pensiya turiga o'tish foydaliroqmi bilmaydi. Bunday holatda mutaxassisdan hisoblatish kerak. Ba'zan bir pensiya turidan boshqasiga o'tish foydali bo'ladi, ba'zan foydasiz. Buni taxmin bilan emas, hisob-kitob bilan aniqlash kerak. Uchinchi vaziyat, nogiron farzandiga qarayotgan pensioner ona bor. U faqat o'z pensiyasini oladi. Lekin qaramog'idagi shaxs bo'yicha huquqlarini tekshirtirmagan. Hujjatlarni olib borib so'rasa, ehtimol qo'shimcha yordam yoki ustama chiqishi mumkin. Yana bir muhim maslahat. Har yili kamida bir marta pensiya hujjatlaringizni tekshirtirib turing. Ayniqsa, yangi qarorlar, yangi tartiblar, ijtimoiy to'lovlar o'zgarib turadi. Bugun sizga tegishli bo'lmagan yordam ertaga sharoitingiz o'zgarsa tegishli bo'lishi mumkin. Masalan, sog'lik yomonlashdi, oila tarkibi o'zgardi, daromad kamaydi, yolg'iz qoldingiz yoki yangi hujjat topildi. Pensionerning hayoti o'zgarsa, uning to'lovlari bo'yicha huquqi ham o'zgarishi mumkin. Bugungi eng asosiy fikr shuki, barcha qo'shimcha to'lovlar avtomatik berilmaydi. Umumiy pensiya oshirilishi avtomatik bo'lishi mumkin. Lekin shaxsiy holatingizga bog'liq ustama, qayta hisoblash, imtiyoz yoki ijtimoiy yordam ko'pincha ariza va hujjat talab qiladi. Agar siz murojaat qilmasangiz, tizim sizning real holatingizni to'liq bilmasligi mumkin. Natijada o'zingizga tegishli pulni vaqtida ola olmay qolishingiz mumkin. Shuning uchun bugunoq hujjatlaringizni tekshiring. Ota-onangiz yoki bu bobolaringizning pensiya holatini so'rang. Qaramog'ida kim bor? Nogironlik bormi? Eski staj hujjatlari bormi? Imtiyozli guvohnomalar bormi? Aniqlang.
Shubha bo'lsa, yozma ariza bilan murojaat qiling. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Sizning oilangizda ham shunday holat bo'lganmi? Pensioner ariza bermagani uchun qo'shimcha to'lovdan bexabar qolganmi? Fikringizni izohlarda yozing. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner yaqinlaringizga yuboring. Huquqni bilgan odam o'ziga tegishli yordamni vaqtida oladi.